Birinchi homilaning abort bilan yakunlanishi keyinchalik ikkilamchi bepushtlikka olib keladimi? Qabulimizga ko'pchilik bemorlar shu savol bilan murojaat qilishadi. Birinchi marta homiladorlik abort bilan yakunlanganda ikkilamchi bepushtlikka olib kelishi mumkinmi? Qabulimizga ko'pchilik bemorlar ushbu muammo bilan murojaat qilishadi. Ularning ko'pchiligida homiladorlik rivojlanmagan homiladorlik yoki birinchi homilada nuqson borligi bilan yakunlangan. Tibbiyotda bunaqa holatda homiladorlikni to'xtatish tavsiya qilinadi. Va bu holatdan keyin ko'pchilik ayollar depressiyaga tushib qolishadi, ya'ni ularni qayta homilador bo'lishga, qayta ona bo'lishga ishonchlari kamayib, ichki xavotir kuchayadi. Statistika bergan ma'lumotlarga ko'ra, birinchi homiladorlik abort bilan yakunlangan ayollarning 80% dan ko'prog'ida tabiiy homiladorlik, keyinchalik yana ona bo'lish qobiliyati tiklanadi. Siz ham ushbu holatni boshingizdan kechirgan bo'lsangiz, siz uchun top 5 maslahat tayyorlab qo'ydim. Bu maslahatlar sizni abortdan keyingi onalikka yetaklashi mumkin. Bu maslahatlarni olish uchun kommentariyada abort so'zini yozib qoldirishingiz mumkin va men sizga direktdan bu maslahatlarni yuborib qo'yaman.